Uni ko'rgan har bir odam to'xtaydi. Xiaomi SQ7 Max bu dizayn emas, bu pozitsiya. Har bir chizig'i yangi davr mentaliteti. Bugungi obzorni boshladik. Yoritgichlar adaptiv, har bir urilishni his qiladi. Eski ko'zgular o'tmishda qoldi. Bu yerda 3D kamera, kuzovning har bir burchagi shamolga javob yozadi. Ichkarida 701 kinematika, Xiaomi Pilot, head-up display, 3 ta rejimli ekran. Mobil telefoningiz avtomatik bog'lanadi. Iqlim, multimedia, navigatsiya barchasi sadoqatli tarzda sizga bo'ysunadi. 16 ta Xiaomi Sound dinamiklari markazda ovozga javob beradigan ekran, fizik tugmalar va klassik indikatorlar, tepada to'liq panorama, old oynada esa lidar har soniya nazorat ostida. Hyper-Engine 673 ot kuchi, 838 Nm, 278 soniyada 100 km/soatiga. Bu to'g'ridan to'g'ri yuragingizga signal. Xiaomi SQ7 Max bu qat'iylik, ovozsiz kuch va texnologiyaning yurak bilan birlashgan holati. Har safar yangi his. Test drive'ga yoziling. Batafsil ma'lumot izohlarda, keyingi obzorda ko'rishguncha.